Ana shu inson bilan shu insonga bog'liq ikkinchi faslni qo'yamizmi? Dadaxon aka, nima deysiz? Faqat ikkinchi fasl deyapti. Assalomu alaykum. Biz kutgandik, biz bilgandik siz kelishingizni. Video bor. Hammasiga eng katta aybdor mana shu lirik çekiniş. Lider çekiniş. Kabul dememeler. Assalomu alaykum hammaga. Jiyarim assalomu alaykum. Borib, qoradim ham borib. 200 sekamiz. Nima deysiz? Mana shu inson bilan shu insonga bog'liq ikkinchi faslni qo'yamizmi? Dadaxon aka, nima deysiz? Faqat ikkinchi fasl deyapti. Yo'q, xudo xolasa shu jamoa bilan boshqa serial qilamiz. Mana shu jamoa bilan boshqa va'dami yoki bu prosta gapmi? Va'da bera olmayman. Xudo xolasa. Dadaxon aka, nima deysiz shu fikrga? Xudo xolasa shu jamoa bilan ishlash tarafdoriman. Buni biroz rozi qilish qiyin. Ha, rejissyorimiz juda injolar. Majburlab bitta serial qilaylik deb iltimos berdi. Xudo xolasa rejissyorimiz rozi bo'lsalar, biz mingdan rozi. Gap yo'q, lekin Paddeshga juda qattiq bo'lyapti. O'zi haqiqiy nima? Prosmotr YouTube'niki va Instagram'niki-da. Misol YouTube'da zo'r prosmotr bo'ladi. Xudo xolasa. Yo, bunga sizlarni qisanglar katta, to'g'risi jamoa bilan nimaga prosta Sardor ko'p gapiradi, sizlar qilarsizda. Otabek haqida ham, siz haqingizda ham, siz haqingizda ham, siz haqingizda. Endi sizni konkret shogird deydi. Sizni ko'p qo'llab-quvvatlaydi, rostdan. Shunga arziysizlar ham, avvalambor sizlarga rahmat. Shunchalik seriallarimizda mana muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'layotgan seriallarimiz bo'ldi. Devona degan serialimiz. Lekin azbaro aktrisalarimiz va ba'zi bir aktyorlarimiz sabab serialni fayz ola oldik serialda yetib bora olmadik-da. O'sha shu serialni boshidan paddeshka qilib, hamma aktyorlar bir-biriga paddeshka qilib, Instagramda, YouTube'da faol bo'lib, bu darajaga olib chiqqan. Menimcha o'ylaymanki, avvalambor sizlar nima mehnatinglar deb o'ylayman. Endi biz bir sababchi bo'ldik, misol uchun mana bu yerda o'tirib qo'limizdan kelgancha g'oyasini chiroyli qilishga Şöyle Mağuz Cameron rolünde fanat edim. Doğrusu agar menga ham qo'yib berganda Cameron o'ynardim. Keyin qarasak Bilol kuchayib ketib qoldi. Chunki Bilol liniyasi ham yaxshi tortdi. Bu yoqda o'zi eng jinni fanat bo'lganim, yomon ko'p kurashganim Bekzod bo'ldi. Ana shu bo'ldi. Filmni geroyi sifatida bilmayman, anti-geroyni yaxshi ko'raman, bilmayman nimagadir. Yomon ko'p Bekzod haqida nima qildim. O'sha finali qanaqa bo'ldi bilmayman, shu Bekzod hamma narsani qildimi? Hamma narsani Bekzod. Unda maqsadimga erishmayman. Unda maqsadimga erishmayman. Zo'r. Kecha o'sha Bekzodni ham epizodingizni ko'rdik. Bu yoqda yaxshi gaplar ketdi siz haqingizda. Yaxshi pishibdi, lekin gaplar kutmagandik degan narsalar bo'ldi. Endi Otabek o'zimizni qadrlaymiz gapirib, bu har doim bilamiz aktyorkisini. Salat. Meni aytyapti demaysanmi? Ozgina artist. Ustoz olim. Salom katta. Filmimizga gap yo'q, hammasi rashk. Shuni aytyapti. Yo, zo'r. Endi bu narsa uchun avvalambor Sardorga rahmat. Juda katta yordam berdi roldagi kirishimga, boshqaga. O'zlari aktyor qanaqa ishlatishni biladi. Sardor akam juda katta yordam berdi. Sardor aka meni tanishga mana serial uchun bunga ham rahmat. Shunaqa. Kecha ham ashta o'sha epizod bo'layotgan payt Sardorni uzildi-da, bu yo'lda biz hayron qoldik, uzildi bu yo'lda. Tilzirtiga kurdi. Bir, davay deb turibdi. Olib bo'lingan. Montaj qilib bo'lingan, lekin как будто boshqatdan hozir moment syomka bo'layotganda hozir o'zgartirish imkoni bor-da. Turibdi, bunaqadan o'xshaydi dedim. Yomon qattiq mehr bergan ekan proyektga deb. Rahmat hammalarga, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu birinchisi va oxirgisi emas, Xudo xolasa. Inshaalloh bizda bitta bir zo'r narsa bor kinokompaniyada. Biz emas, kinokompaniyani hurmat qilganlarni boshimizga ko'taramiz. Keyingi proyektlarga faqat to'g'ramiz.
Mana shu bo'ldi, qalbimizdan o'rnash bo'ladi. Maksimal endi nima yomonlik qilganlarni ham yomonlik qilmaymiz, shunchaki ishlaymiz hozir. Ularni ham o'ziga yarasha haqiqati bor.